Yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning murojaat va tashabbuslarini tinglash maqsadida Toshkent shahar soliq boshqarmasi mutasaddilari tomonidan turli tadbirlar, ochiq muloqotlar o'tkazib kelinmoqda. Hozir shu haqda. Yunusobod tumanida o'tgan uchrashuvda yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, biznes boshlash istagida bo'lganlar uchun imtiyozli kreditlar, soliq imtiyozlari va yaratilgan imkoniyatlar haqida ma'lumot berildi. Soliq tizimidagi islohotlar, elektron xizmatlar va raqamli texnologiyalarning afzalliklari ham tushuntirildi. Tadbir ochiq va samimiy muloqot ruhida o'tdi. Bunda biz o'zimizni muammolarimiz, qiynab kelayotgan masalalarimizni ko'tardik. To'g'ridan-to'g'ri hal bo'lmayotgan muammolarimizni o'zlari bilan gaplashib va ular kerakli mutaxassislarga yo'naltirdilar va o'zlari kerak bo'lsa tashabbus bilan chiqib turib, aynan qiynayotgan masalalarimiz haqida so'radilar. Bu uchrashuvdan biz nima oldikki, bizda birinchi o'rinda bizga yoshlarga yana bir rahbarlar bilan uchrashish nasib qildi, ya'ni yangi rahbar bilan. Bundan tashqari qiynalayotgan masalalarimiz hal bo'ldi. Ya'ni xususan o'zimni ham kamida 3 ta iltimosim bor edi. Aynan shu masalalarga yordam berib, amaliy yordam ko'rsatdilar. Muloqot davomida Toshkent shahar soliq boshqarmasi boshlig'i yoshlarning murojaat va takliflarini tingladi. Ko'tarilgan masalalarni hal etish bo'yicha mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi. Bu kabi uchrashuvlar davlat organlari va yoshlar o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Eng muhimi, har bir murojaat amaliy yechim topishi nazoratga olindi. Uchtepa tumanida o'tkazilgan uchrashuvda ham bandlik, ta'lim, kasbiy rivojlanish va yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar muhokama qilindi. Yigit-qizlarning taklif va tashabbuslari tinglanib, ularni amalga oshirish yuzasidan topshiriqlar berildi. Tadbir yakunida faol va tashabbuskor qatnashchilar tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bugungi uchrashuv men uchun qiziqarli bo'ldi. Sababi men soliq sohasi bo'yicha o'qiyman hamda kelajakda shu sohani egallab yetuk mutaxassis bo'lish uchun harakat qilmoqdaman. Bugungi uchrashuvda men olganlarim va bizga kerak bo'lgan yoshlar uchun kerak bo'lgan qiziqarli, juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Rahbariyatga o'zim shaxsan savol bilan murojaat qildim hamda o'zimga javoblarni oldim. Bu kabi muloqotlar yoshlarning yurtga daxldorlik va mas'uliyat hissini oshirib, davlatning rivojlanish strategiyasini belgilab beradigan muhim jarayondir.